Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Men hozir militsiyaga qilaman hozir. Olib beraman, iltimos qilmang faqat. Qolgan narsamni. To'g'ri ko'tardi, oyog'im og'riyapti. Xatolaringizni yuvish vaqti keldi, yaxshi qiz. Mana. Bo'ldi, endi ketamiz. Yo'q, oxirgi bitta narsa qoldi. Bunisi endi oshib tushdi-da. Dyson dedingiz, Dyson olib berdim, telefon ham olib berdim. Balkim o'zingiz ishlab olarsiz bunisini. Qayerda? Men hech qayerda ishlamayman-ku. Mana Tataristonda Start program orqali ishlayman. U yerda 16 yoshda 22 yoshli qizlar $860 dan $1780 daromad topishadi. Zo'ru? Yo'q-e. Ha, undan tashqari uchib borishingizni, yashashingizni sug'urtangizni ham to'lab berishadi. Boshqa mashina olasiz. Voy, unda men bu ishimni tashlasam ham bo'lar ekan, halol yo'lga o'tsam. Yaxshi-ku?